Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Kanalimizga xush kelibsiz deb yangi video roligini boshladik. Yangi video roligini boshlashdan oldin do'stlar, kimda kim kanalga obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib bittadan like tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Bugun 2026-yil 16-may sanasi. Do'stlar, musofirda yurgan aka-ukalar ogoh bo'linglar. Dakimti yo'q insonlar mana shunaqa joylarda ishlamasligini so'rab qolaman. Agar dakimtini yo'q bo'ladigan bo'lsa, granitsaga borib kirdi chiqdi qilib kelishingni so'rayman. Sabab Moskvada juda ham qattiq tekshiruvlar ketyapti. O'zingizlar mana ko'zlaringiz bilan ko'rib guvohi bo'layapsizlar. Bu video qo'rqitish emas. Shu musofirdagi aka-ukalarimiz ogoh bo'lishi uchun, dakimti yo'q bo'lsa, dakimtlarni joyida qilib olishi uchun bu video roligini qilyapmiz. Agar dakimt qilishga imkoniyatingiz yo'q bo'lsa, lutchi vatanga qaytishingizni so'rab qolamiz. Bundan buyog'iga bezdakimit ishlash Rossiyada juda ham qiyin bo'lib ketdi. Shuning uchun shu videoga like bosib tarqatib qo'ying. Musofirda yurgan aka-ukalarimiz ko'rib ogoh bo'lsin. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishni unutmang.